Hürmetli vatandaşlarımızın işimizi devamlaştırmış. Şangan matbuatları Jungo Kim Jong-un'ga siyasi panahlık berisi buludu dep görsetti mavzulu haber. 5. ayının 16. günü Torbiti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Prezident Vladimir Putin Beijing'de bir belvaq bir yol yığınıga qatnaşqanda Çavuşanның yığında raketa qoyup yaqında raketa qoyup bergen әрекетін ayıpladı. Şundaqla Çavuşanны qorqutmanglar dep agahlandırdı. Bu toğrida Şangan matbuatları bundaq hesapladı. Jungo'nun Çavuşan meselesini hal qıldıgan bir çaresi var. O bolsa Kim Jong-un'a siyasi panahlık beriş. Universal matbuatlar 5. ayının 16. günü haber kılıp mundaq görsetti. Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin Beijing'de yığın arlığıdan paydalanıp her qaysı taraflarning Çavuşan meselesini tinch yol bilan hal qilish, Çavuşan vaziyetining jiddiyligini pasaytishni murojaat qildi. Çavuşanning yaqindan bir harekatlarini xalqaro jamiyatning diqqatini o'ziga tortdi. Çavuşan 14. günü bir dana raketa qo'yib berdi. Shuningdek keyin torbat mutaxassislari mundaq ko'rsatdi. Dunyoning har qaysi joylarida kompyuter sistemasining faoliyat jolga tushirib qo'yganligi yoki faoliyat jolga tushirib qo'ygan yumshoq detalning keyin turgan davlat Çavuşan bo'lishi mumkin deyishdi. Şangan siyaset tadqiqotchisi Pavel Olrix Jungo'nun Sahri gazetida 5. ayının 15. günü maqola e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Universal matbuatlar mundaq ko'rsatdi. Çavuşanning kechiringlar oliy darajali rahbari Kim Jong-un siyosiy panohlik berishni Kim Jong-un rad qilmaydigan bir ishdir. Kim Jong-un Kim Jong-unga siyosiy panohlik berishni Kim Jong-un yat qilmaydigan, rad qilmaydigan bir ishdir. Jungo dal shundaq usul bilan Çavuşan meselesini hal qiladi. Amerikaning sukut qilishi bo'lsin yoki bo'lmasin, Jungo Çavuşanga shundaq shart qo'yish kerak. Kim Jong-un barliq yadro raketa sinaq qilishlardan voz kechishni xohlaydi ekan, uningga siyosiy panohlik berishga bo'ladi. Zarur tepiladi ekan, uning huquqini saqlab qolishga bo'ladi. Cazalash tadbirlarini qo'llanishning o'rniga Jungo Kim Jong-unning qo'g'dash kapalati berisi bo'ladi. Shundaq bo'lganda Kim Jong-un o'ziga go'r qazadigan yo'ldan qutqizib qolg'ili bo'ladi. Eng oxirida maqolada mundaq ko'rsatildi. Agar Kim Jong-un oilasi huquq o'rnini tinch yo'l bilan bo'sh tutib beradigan bo'lsa, o'xshash chorni Çavuşan yerim orolini birlik keltirishga ishlatishga bo'ladi. Diqqat vatandosh, maqola afzal ekan. Kim Jong-unga Jungo siyosiy panohlik berdi deydi. Mushu usul bo'yicha uni o'rnidan elib yotkash kerak deydi. Demak, Kim Jong-un Çavuşandan o'rnidan yotkeldi degan gap bosh qoldi, huquq o'rni bosh qoldi degan gap. Xitoy Çavuşanni mustamlik qila oladi, buni Amerika Qo'shma Shtatlari yo'l qo'yamdi. Koreya hukumati yo'l qo'yamdi. Yo'q. O vaqtida Kim Jong-un siyosiy panohlik berib ketgandan keyin Jungo hukumati Çavuşanda yani kommunistik rejim yoki hokimiyatni, yani Kim Jong-un avlodining kommunistik hokimiyatini saqlab qola olamdi. Bu natay. Demak, shunda ahvolda mushu chora usul bilan Koreya yerim orolini birlik keltirishga bo'ladi deydi maqolaning avtori. Karl Vinson belgilik avammatki Çavuşan yerim orolida cheksiz vazifa o'taydi. Ko'ring endi buni. Demek Amerika Qo'shma Shtatlarining Karl Vinson belgilik avammatki zarbadarlar guruhi Çavuşan yerim orolida muddatsiz vazifa o'taydi. Mavzuli xabar 5. ayning 16. günü Dovi televideniyada e'lon qilindi. Xabarda mundaq ko'rsatdi. Universal matbuotlar 5. ayning 16. xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligi bir nafar amaldori mundaq ko'rsatdi. Karl Vinson belgilik avammatki zarbadarlar guruhi Çavuşan yerim orolida cheksiz muddat vazifa o'taydi. Xabarning 5. xabarda Kim Jong-unga siyosiy panohlik berish, Çavuşanni elib ketish. Demak, Amerikaning avamatkisi bu yerda bir oyinda muddatsiz, ya'ni cheksiz vaqt ichida vazifa o'tash.
Aman bu işleri təhlil qısınız, boladı hörmətlik vətəndaşım.